Bismillah. Choylar qaynadi mana. Xudo xolasa katta povrda oshqoq kelib qo'ygan salatlar asosiysi bugun. Kelor mikserlar. Pompalar qo'yilib, Xudo xolasa beton otishni boshladi. Betonlarni otamiz. Vibratorda uramiz. Ama pompa ikki tomonlama. Insof bergil o'rislar. O'rislarga insof berib, pulni berib tursa povram boshladi mana oshdi. Hani bugün bir Navoiychi osh yeylikchi. Qozon O'zbekistonning qozonidan biz. Bu yerda qozon mana bunaqa qozon ekan. Hali tevaga ilib qo'yib, tagiga o't chaqib qo'yib. Biz endi buni yebdi, bunaqa qilib osh qilib o'tamiz, xudo xolasa. Taqdiring o'z qo'lingda, deydi. Bitmagan uylar bitib, olinmagan mashinalar olinib, mana bo'yda qana. Ha, o narg'i bo'ydoq, o ikkovi bo'ydoq. Povruz bo'ydoq, xudo xolasa bo'ydoqlar uylanib, to'ylar bo'lib, ha. Insof berib, pulni berib tursa, xudo xolasa hamma yo'q xursandchilik. Boshliqda ham bir video qo'yib qo'yaylik. Shuncha bolani boshini biriktirib, ishni yurgizayotgan bola shu. Bosh ko'tarma bosh bo'lib turar aka. Gavda. Mana tali. Qozon deymi, qozon? Tali dalalarda ovqat bo'ladi. Keyin bunaqa stroykalarda, mashlarda ovqat yamash shirin bo'ladi. Ha? Hop, tashqariga olib chiqamiz. Akalarga, mejalarga ham yoqimli ishtaha. Hadi bolalar, hadi. Do'stim sen tortar, men ovqat yeb turaman. Bolalar qonni ochib ketdi. Yaqinlashtirdimda bitta qo'limda, o'shaning uchun ovqat ichana qoldi. Nima gaplar? Yoqimli ishtahalar. Ish qizg'in ish. Hozir yana bitta bunday turib tayyorlarda. Suvlarni bir 5 blok suv olib kelib qo'yibdi mana. Gaplar.